Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiklal gündülük haberlerini görüşünlerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanamsızlık qıtanlar ekranımızda olsun. Şarkı Türkistan halkının dostu Malaysiya baş ministeri oldu. Malaysiya Padişahlık Sarayı 24 noyabr Öktikiler Ümit İttifaqının rəhbəri Anwar İbrahimni keyinki Malaysiya hükümetiga rais qilib tayinlaganligini e'lon qildi. Malaysiya Padişahı Sultan Abdullah Shah 15 umumiy saylamdan keyin hukumat qurish vazifasini parlamentda eng ko'p vakillikka erishgan Ümit İttifaqi rəhbəri Anwar İbrahimga berdi. Padişahlık Sarayıning bayonotida yana mundaq deyildi. Anwar İbrahimning davlat tarixidagi 10 baş ministerlikka tayinlanishi Padişah ve davlat boshliqlari kengashining tasdiqidan keyin elib berilib, uning asosiy qonun qasamnomasining padişah oldida elib berilganligini ta'kidladi. Anwar İbrahim bugun yerlik vaqt soat 17 da Padişahlık Sarayida o'tkazilgan marosimda Malaysiya Padişahı Sultan Abdullah Shahning huzurida qasam berib, yangi hukumatni qurish vazifasini rasmiy topshirib oldi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya Anwar bin Ibrahim setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri ve Malaysiyaning 10 navbatlik baş ministeri bo'ldi. 75 yoshlik peshqadam siyosatchi Anwar İbrahim ilgari Malaysiya muavin baş ministeri, Maliya ministeri, Milliy maarif ministeri, Malaysiya yoshlar va tantarbiya ministeri ve 2 qatim Malaysiya o'qituvchi partiya rahbari qatorliq vazifalarni o'tagan bo'lib, 2008 yili dunyodagi eng ta'sir kuchga ega 100 kishining biri bo'lib baholangan. Anwar İbrahim yana Sharq Turkiston davosini yaqindan qo'llashi va har turli usullarda kuch chiqarishi bilan tanilgan muhim shaxslarning biri bo'lib, navbatda uning Malaysiyaning 10 navbatlik bosh ministri bo'lib saylanishi Sharq Turkiston davosi uchun intayin muhim deb qaralmoqda. Bu munosabat bilan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi 24 noyabr Hoji Anwar İbrahim apandiga tabrik xati avatdi. Mazkur tabrik xatida Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligiga a'zo tashkilotlarning Anwar İbrahim apandini tabriklaydiganligi, tashkilotlar birligining Malaysiya xalqi bilan quyuq munosabat o'rnatib kelganligi, Xitoyning Sharq Janubiy Osiyo rayoniga qaratgan kengaymichiligiga qarshi turish, islomiy qimmat qarashlarni qo'g'dab qilish qatorliq masalalarda o'rtaq maydonga ega ekanligi, Turkiy xalqlari bilan Malaysiyani o'z ichiga olgan musulmon davlatlarning baxt saodati va taraqqiyotida o'rtaq manfaati borligi qayd qilib o'tildi. Shundaqla buningdan keyin Sharq Turkiston davosi uchun texmo ko'plagan sohalarda hamkorlikning taraqqiy qilishini umid qildiganligi ta'kidlandi. Anwar İbrahim apandi rahbarligidagi ABM, GPM qatorliq Malaysiya tashkilotlari yillardan beri Sharq Turkiston davosining Malayziyada kuchli kun tartibga kelishida muhim rol o'ynamoqda. Shundaqla muhojiratdagi Sharq Turkiston xalqi uchun turli sohalar bo'yicha yordam va hamkorlikni davomlashtirmoqda. Amerika muavin prezidenti rayondagi davlatlarni egilik huquqini qo'g'dashga chaqirdi. Amerika muavin prezidenti Kamala Harris Janubiy dengizdagi davlatlarni Janubiy dengizning egilik huquqini qo'g'dashga chaqiriq qildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris 22 noyabr Xitoyning xirisiga duch kelgan Janubiy dengizdagi davlatlarni zamin butunligi va yo'l yurish erkinligini qo'g'dashga chaqirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Harris so'zida Xitoyni tilga olmagan bo'lsa-mu, ammo u Amerikaning Janubiy dengizda qo'rqitish va majburlashga duch kelgan shartnoma ittifoqdoshi Filippinni qo'llaydiganligini ta'kidlagan bo'lib, uning bu so'zining Xitoyga qaratilgan ekanligi bildirildi. Harris mazkur so'zlarini Filippin dengiz qirg'og'i muhofazachilar atritining chorlug'uchi paraxotida so'zlagan bo'lib, mazkur chorlash paraxoti Filippin bilan Xitoy o'rtasida talash tortish bo'layotgan dengiz chetiga joylashgan Palawan o'lkasining g'arbidagi porti to'xtatilgan. Bu joy Harrisning dushanba kuni Manilada boshlagan 2 kunlik ziyoratining oxirgi bekiti ekan. U yana dushanba kuni Filippin prezidenti Marcos bilan suhbatlashgan. Bildirilishicha, muavin prezident Kamala Harris Palawan orolini ziyorat qilishdan ilgari bu rayonda yangi to'qinish yuz bergan. Filippin dengiz armiyasining aytishicha, Filippin matroslari Xitoy raketasining parchalarini Filippin kontrolligidagi orolga elib ketayotganda, Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat paraxot atriti raketa parchalarini majburiy bo'lib ketgan. Xitoy oqqo'llarining Sharq Turkistondan qochishi davomlashmoqda.
Xitoyning Sharq Turkiston xalqini atalmış yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan qattiq kontrol qilish qilmishlari Xitoy rejimining har xil e'tibor berish siyosatlari bilan Sharq Turkistonga yerlashtirilgan Xitoy oqqo'llariga ta'sir ko'rsatgan bo'lib, 2 oydan beri Sharq Turkistondagi besimga chidamagan Xitoy oqqo'llari Sharq Turkistondan ko'chib ketishni tanlagan. 23 noyabr ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan 3 parcha senda oshkorlanishicha, Xitoyning atalmış yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan Sharq Turkistonda ijro qilayotgan ishni taqab oilaga qamab och qo'yish, davolamay qiynash qilmishi Xitoyning Sharq Turkistonni xitoylashtirish rezil plani doirasi ichida Sharq Turkistonga yerlashtirilgan Xitoy oqqo'llariga ta'sir qilgan bo'lib, Xitoy oqqo'llari 9-oyning 5-idan boshlab Sharq Turkistondan qochishga boshlagan. Sinda tarqalgan ko'rinishlardan ma'lum bo'lishicha, yotoq va so'mkalarni ko'tarishgan Xitoy oqqo'llari qarning qattiq yig'ayotganligiga qaramay Xitoyga mangadigan poyezd vokzali, avtobus bekatlari orqali yurtlariga ketishga oldirgan. Xitoy rejimi Sharq Turkistondan Xitoyga chiqib ketadigan yo'llarda qatnashni cheklaganligi sababli Xitoy oqqo'llari so'mkalarni ko'tarib piyoda mengishgan. Xitoy oqqo'llari Sharq Turkistonni Xitoyga tutashtiradigan chegara eg'izidagi tekshirish punktlarida o'chirat bo'lib tizilib ketgan. Yevropa parlamenti Rossiyani terrorlikni qo'llaydigan davlat deb bekitdi. Fransiya Xalqaro radiosining 23 noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Yevropa parlamenti 23 noyabr qaror ma'qullab, Rossiyani terrorlikni qo'llaydigan davlat qilib bekitganligini e'lon qilgan. Bu qaror parlamentda bilet tashlash orqali ma'qullangan bo'lib, mazkur qaror 494 ovozning qo'llashi, 58 ovozning qarshi turishi, 44 ovozning huquqidan voz kechishi bilan ma'qullangan. Yevropa parlamenti ma'qullagan qarorda Rossiya armiyasi hamda vakolatchilari Ukraina fuqarolariga qasddan hujum qilish, vahshiylik qilmishi hamda fuqarolarning ul aslahalarining buzilishini keltirib chiqarib, xalqaro va insonparvarlik qonuniga og'ir darajada xiloflik qildi. Rossiya armiyasining bu qilmishi terrorlik harakatlarini tashkil qiladi hamda urush jinoyatini shakllantiradi. Yuqorqi paketlarni ko'zda tutib, Yevropa parlamenti Rossiyani terrorlikni qo'llovchi va terrorlik vositalarini ishlatadigan davlat deb bekitdi deyilgan. Parlament a'zolari bu haqda Rossiyaning rahimsiz va insonparvarlikka yot harakatlari, o'lim, yetim, azob-uqubat, buzg'unchilik va yurtdan ayrilish hamda ko'chmanlar to'lqinini keltirib chiqarganligini ayblagan. Parlament a'zolarining ko'rsatishicha, bugunga qadar Ukrainada 40 mingga yaqin urush jinoiy qilmishi xotirlangan. Parlament a'zolari yana Rossiyaning vahshiy qilmishining Ukraina xalqini vahimaga solganligini, ularning qarshilik harakatini bo'g'ib, ularni ishg'olchi kuchni qabul qilishga majburlaganligini, ularning egilik huquqliq zaminini qonunsiz qo'shib olishga uringanligini o'tirg'a qo'ygan. Rossiya haqida e'lingan qarorda yana Rossiya butkul Yevropa cho'nquruqligining bexatarligi va qoidalarni asos qilgan xalqaro tartibga xatar yetkazdi deyilgan. Xitoyda kundalik virus bilan yuqumlanish nisbati rekord yaratdi. Xitoyda kundalik Xitoy virusi bilan yuqumlanish nisbati virus tarqalgandan buyongi eng yuqori saviyaga yetdi. Xitoy Sahiyya komitetining bayonotiga asoslanganda, Xitoy quruqligida yaqinqi 24 soat ichida yuqumlanish alomati ko'rilganlarning soni 4010 kishiga, kasallik alomati ko'rilmay yuqumlanganlarning soni 27646 ga yetgan va bir kishi yuqum sababidan qazo qilgan. Kuz faslida butun Xitoy miqyosida yuqumlanish ko'paygan bo'lib, bu yuqumlanish to'lqinida omikronning tarqalishchanligi yuqori bo'lgan BA.5.2 tarmoq tipining tarqalishi nuqtaliq ta'sir ko'rsatganligi mo'ljallanmoqda. Xenan o'lkasining markaziy Jingjuda yuqumlanish kontroldan chiqqanligi sababidan 8 rayonda fuqarolarga 5 kun bo'yicha yemaklik va davolash ehtiyoji setib olishdan boshqa ishlar uchun uydan sirtqa chiqmaslik cheklamasi qo'yildi. Guangdong o'lkasining markaziy va Xitoyning 3-cho'ng shahri bo'lgan Guangjuda bo'lsa, Xubi o'lkasidan ishlashga kelgan ishchilarning karantindan keyin vaqtliq panohlanish o'rniga qaytishiga yo'l qo'yilmaganligi va amaliy holda uy makonsiz qolganligi bildirildi. Janubiy Xitoy atiganlik pochtigasining xabarida qamal qilish tadbirlari yo'l qo'yilgan Xayju nahiyasiga qarashli mahallalarda o'ltirishliq ishchilardan yuqumlanganligi aniqlanganlarning vaqtliq karantin markaziga avatilganligi, ammo karantin vaqti to'lgandan keyinmi ishchilarning o'ltiraq mahallalariga qaytib kirishining cheklanganligi uqtirildi. Beijingdagi yuqum nisbatimi yuqum boshlangandan buyongi eng yuqori saviyaga yetdi. Tadbirlar barg'ancha kuchaytirilmoqda. Taxminan 22 million nufusi bo'lgan Beijingda yaqinqi 24 soat ichida kasallik alomatlari ko'rilganlarning soni 500 ga,
va alomati ko'rilmay yuqumlanganlarning soni 1139 ga yetganligi aniqlandi. Yaqinqi 2 kunda kundalik yuqumlanish soni 1000 dan oshib ketdi. Tayland Xitoy bilan tuzgan kelishimdan chekinishi mumkinligini bildirdi. Tayland 2017-yili Xitoy bilan imzolangan suvosti paraxoti kelishimidan chekinish ehtimolligining borligini bildirdi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Bangkok Post gazetining xabar qilishicha, Tayland dengiz armiyasi qo'mondoni Admiral Choying-chai Chomchongpet muxbirlarning 2017-yili Xitoy bilan imzolangan suvosti paraxoti kelishimi to'g'risidagi savollarga javob berganda, suvosti paraxotida qaysi motorning ishlatilganligi haqida Xitoyning Tayland tarafga uchur berishni kechiktirganligini bildirgan. Hamda kelishimga asosan Xitoyning CHD-620 tiplik motorning ishlatilishini xohlaydiganliklarini qayd qilgan. Tayland dengiz armiyasining Xitoy taraf bilan suvosti paraxoti loyihasi to'g'riliq suhbat o'tkazadiganligini eskartgan Chomchongpet, Xitoydan suvosti paraxotida qaysi xil motorning ishlatilganligi to'g'riliq ma'lumot berilishini talab qilganliklarini, agar Xitoy taraf kelishimga xiloflik qilsa, Taylandning kelishimdan chekinish ehtimolligining borligini bayon qilgan. Tayland bilan Xitoyning davlat igdorchiligidagi paraxot yasash shirkati CSOC 2017-yili S-26T yuan tiplik suvosti paraxoti loyihasi uchun $393 million mablag' silish to'g'riliq kelishim tuzgan edi. Bu suvosti paraxotining 5 yildan 6 yilgacha topshirib berilishi kutilyotdi. SpaceX shirkati xabarlashish sun'iy hamrohini olam bo'shlig'iga qo'yib berdi. Amerika olam kemasi va raketa ishlab chiqaruvchi shirkati SpaceX o'zining Falcon 9 raketasi bilan Outlast 10B nomli xabarlashish sun'iy hamrohini olam bo'shlig'iga qo'yib berdi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Falcon 9 raketasi Amerikaning Florida shtatiga joylashgan Cape Canaveral olam punktidan shu yer vaqti 21 dan 57 minut o'tganda qo'yib berildi. NASAning to'rbetida Outlast 10B nomli xabarlashish sun'iy hamrohining Amerika qit'asi Atlantik okean, Yevropa, Afrika, O'rta Sharq va O'rta Osiyodagi xaridorlarga dengiz va aeroplan ichi kengri tor sonliq ma'lumot va sin ulanishi bilan ta'minlaydiganligini ham baholadi. Hurmatli ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz shu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.